1432-yili 30-mart kuni Edirne sarayida bir tantana bor edi. Aslida tantana faqat bir shahzodaning tavalludi bois emas, davlati oliy Osmonning yangi ufuqlari, jahon shumul imperiyaning shafaq tantanasi Muhammad xon edi. İstidadını qandırışqa ne sanaqsız kütüpxanalar, ne orduğa tolup taşqan alimlar yetetti. Yaş turupla bütkür aql parastini ilim irfan bilen bileylidi. Fakat dövletlergile emas, belki san'at ve ilim fenning sırlarıgımı hükümran buluşni arzu qılattı. Çünkü qalbida bir savda bar idi ki, kündüzü oy xiyalidan, keçisi çüş royalidan çıkmaydı. Texe taxtga çıkmay turup, bu çini qandaq ro'yobga chiqarishni planlashga boshlagan edi. Konstantiniya albatta bo'ysundirildi. Uni bo'ysundirgan qo'mondan nima degan esil qo'mondan? Uning qo'shuni nima degan yaxshi qo'shin? Konstantiniya Sharqiy Rim imperiyasining eng qimmatli go'hiri, hayvat va qudratning yer yuzidagi taxti. Go'zalligi tangdoshsiz, o'rni va hukmi bebaho edi. Buningga erishish uchun har qanday bedel to'lash og'ir emas edi. Amma G'arbning asli tutashqandan beri egiz sepillar va qadimki tuyruklar Sharqiy Rimning yeli nayranlari bilan qo'rshalgan pishirlashlar, xiyonatlar va ochko'zlik hamma yerni qoplagan edi. Asrlar muqaddam imperator bu tilsimliq shahar Konstantinni qurib chiqqan edi. Vaqt bajoyiki bu tam sipillarni, medeniyetni, ilimni, tarixni ve körkemlikni öz qo'li bilan taşlarga naqshlagan edi. Ammo chiriklik, nafsaniyatchilik ve tügümes toqunishlar o'tib bo'lmas mustahkam tamlarga çak selişme başlagan idi. Sultan Muhammed Xon Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin xush bishoratiga nail buluş, savdosini Osmanlı'nın paytaxtı qilish uchun uzun yıllardan beri tenim tapmay izlenip, qattiq o'ylashib planlayotdi. Barliq tayyorliqlarini jimjit va maxfiy davomlashtirgan edi. Ko'ngli taqat qilolmasimi, temkinlikni qo'ldan bermaydi. Asrlar bo'yi kutilgan bu kunning yaqinlashganligiga ishonadi. Istidodli yosh düşmanning yordam yo'llarini kesib tashlash va askarlarining kayfiyatini ostin ustun qilish uchun qisqagina 139 kun ichida Rum al-Hisorini qurdirib chiqdi. Vizantiniyaning bo'g'izini qamallab, uni nafassiz qo'ymoqchi bo'lgan edi. Bu qurgan dengiz floti bo'lsa, Türk tarixida tangdoshsiz edi. Osmanlı kemileri Bosfors bo'g'ziga qarab, hayvat bilan ilgarilayotdi. Vizantiya qara zanjir bilan to'sib tashlagan oltin minguz qo'ltiqining do'lqinlari g'azab bilan hayva qilatdi. Ammo fathining muvaffaqiyatli bo'lishi uchun bu do'lqinlarni bo'ysundirish kerak edi. Sultan Muhammed Xon
asov suvlardan bösüp ötəlisa, şəhər darvasını eçiş bir qadar asan bo'ladiganini biletdi. Rumluqlar jang taktikasi va askarlarining tajribasi bilan Vizantiya dengiz okeanida yomon raqib edi. Qiyin dengiz urushlarida qanchilgan Levant deyiladigan sarvozlar quruqlikqa oyoq basolmay turibla shahodat maqomiga erishgan edi. Bir gün şu dünyadan göçüp giderse ağlama. Ama gaza yolunda ölmek var, dönmek yoktu. Mening qo'lim bilan bo'ysundirish taqdiriga bitilgan bo'lsa, Konstantiniyaning qal'a munarlari sap tömürdən yasalgan bolsumu, qahr va g'azab o'tlarim bilan eritib, momdek yumshitib o'taman. Şəxsən özü lahiyələgən şahi zəmbirək toplarını fəth ateşinin yalqınıda qoydurdu. İnjinerlik və fən texnikinin öz zamanızdaki səviyyəsindən alqıb ketken şahi zəmbirəkləri fəqət fəvqul-adda qural buluqlu qalmasdan hər biri acayip sənət əsəri idi. Mana əmdi yemirilməz deb qaralğan sipillarını sınaydıgan peyit gəlgən idi. Aslan yigit Konstantiniya sipilləri və tükül Babil sipillərimi bərdaşlıq verəlməydigan özü bilən ulduz arasındakı sipillərə toplar bilən hücum qilishqa başladı. Ta ki şu güngacha misli ko'rilmagan bu g'oyat zo'r va ig'ir top o'qlari faqat tosh tomlarni emas, hatto ruhlarni titrtdi. Ammo Bizantiyaliklarning hiyla-mikillari ko'p bo'lganidek, hunurimi to'la edi. Düşman üstüge qılınan hücumlarga bərdaşlıq berib, ularni qo'ltiqdan o'tkazmay vatatdi. Sepillardagi vayronchilikni tong atqicha o'ngshab ulguratdi. O't tuproqni, suv to'mirni, kechalar kunduzni yo'tatdi. Fatih texaychi nisb bo'lmagan, qo'shinda va lashkarlar ichida andisha paydo bo'lgan edi. Lashkarlar ichida qaytib ketayli sadolari yukselmekte, fəthki bo'lgan ishonch azaymoqda edi. 1453 yili 20 aprel kuni Aq Şamsiddinning muborak qo'li bilan yozilgan bir maktub bo'ron chaqqonliq qora yomg'irning ichidan sirg'ib, larzon, mayin shamolga o'xshash Sultan Muhammad xonga yetib keldi. Hozir yumshoq qo'lliq va marhamatning lozimi yo'q. Bu vaqtda savallik o'tkazganlar, fathga qarshi chiquvchilar aniqlansa, yüz xotira qilmasdan eng ig'ir jazo bilan jazolash kerak. Shundala Allohning yordami bilan biz bu yerdan xijolat va malomat bilan emas, balki ko'tarangi, g'olib oldi qaytganlardan bo'lg'aymiz. Natijada muvaffaqiyat Allohdandir. Ammo qo'ldan keladigan barliq tirishchiliklarni ko'rsatish kerak. Bu Allohning rasuli va uning sahobalarining sunnatidir. Bu so'zlarim sizlarga quruq gapdek bilinmagay. Aytqanlarim butunlay sizlarni yaxshi ko'radiganligimdandir. Bu sözler ümitsizlikning zimiston qorong'uligini iman mash'allari kabi yo'ritgan edi. Fath yo'lida qayta tartib va intizomni barpo qilgan Sultan Muhammad xon mumkinchilikning eng yuqori pallasini ko'rish uchun mumkin bo'lmaydi deb qaralganni sinab beqish kerak dedi va tarixga o'z muhrini bosdi.
dolma bağçıdan arqan ve maylanğan badra limlar vasıtası bilen çıkarılgan yelkenlik kemiler quruqlıqda meňatatdy. 70 keme su üstüde, netçi yüzligen batırının tekbirleri üstüde leylayatatdy. Yelkenlik kemiler Heradın aylanıp aliç koltuğa düşürüldü. Zencir denizden ötküzmegen bilen amal çare quruqlıqdan tepilgan idi. Heyhat, kim körüpdiken bundaq paraset, bundaq ayvet, bundaq cihat söygüsini? Tarixning dal o'zi iman bilan tavlangan talant egisining kuchiga shahid bo'lmoqda edi. Bizantiyaning dahshat va hayronlik qilgan ko'zlari bir kechida yasalgan o't munarlariga ishonmay yotatdi. Chunki buningmi tarixda o'qishi yo'q edi. Ular uning Sultan Muhammad Xon ekanligini bilmaydi-da. Dualık qılçını haq yolida, adalet yolida, İslam yolida g'alabadin sug'uratdi. Bargahda o'qilgan azan 1453-yili 29-mayning tunji nurlari bilan osmonni bir algan edi. Sultan Muhammad Xon Bamdad namazini ado qilish uchun lashkarlar bilan safga tizildi. Oldida hech kim o'talmagan sefillar, orqasida tarix shu kungacha shahid bo'lgan eng qudratli islom qo'shoni va qalbida Hazreti Payg'ambar alayhissalomning xushbishorati bor edi. Azim qal'a munarlarida İslamның tuği abadil abad lapildisun. Konstantiniyaning fath bo'lishi nasib bo'lsin deb Alloh taoladan tilidi. Minglagan peshonilar sajdaga birlikda tegdi. Minglagan botir azimat e'tlashqandek o'zaro rozilik qilishdi. Minglagan qalblar birlikda duo qildi. Nasrun minallahi ve fethun qarib ve beşşiril müminin. Bu gazi Mücahitlarning sultani Muhammad Xon. U qilichini g'alabadin sug'urgandan keyin Allah yo'lida g'alaba qilmoqcha to'xtamaydigan Muhammad Xon. Zafar ateşi bilan ufqni yo'ritgan o'tkir ko'zlarini sepillariga tikdi. Sharqiy Rim imperiyasining 800 yil kutgan qiyomati oxiri yetib kelgan edi. Hamda zabardast Osmanlı qo'shoni fath to'shqini bilan larziga kelgan edi. yili 5 ayning 29 kuni seshanba eng oxirgi hujum ismi sharif narrisi bilan boshlanib ketdi. Sapning eng oldidagi bo'ytoq fidoilardan tashkillangan piyodalar ustillarga yig'ayotgan o'qlar va to'kilayotgan qaynoq maylarga parvo qilmasdan botirlarcha urushatdi. Dengiz piloti top o'qlari bilan sepillarga hujum qilib, dushmanga ko'z ochqizmaydi. Mahtaron otliq orkestrning daqidumboq ovozi askarlarga madad beradi. Yükselgen jang narralari Vizantiyaniklarni qo'rqitib dahshatga solatdi. Shermat yigitlarning o'rkirashlarini bostirish uchun shahardagi butun cherkov qo'ng'iroq dang'iri chilinatdi. Gulbanik deyilgan tang to'g'langan duolar dushmanning ko'ksiga qo'rqinchli nayzalarga o'xshash qadalatdi. Shahar sepillardagi kurash keskin ve rahimsiz idi. Ama bu erkekler meydanı idi.
Bu Türklerning o'z vatani edi. Türk askari qo'lida qilich, qalbida iymon, mahsharni bosib o'tib, qalbilik ilgirlayotdi. Şah zemberek toplari taşlarını topçanğa aylandırganda alsırgan sipillar teslim bo'ldi ve bu sipillarda tunji o'tkal tüşükler içildi. Bir yigit qizil qiyomat ichidan bosib chiqdi. İslam tuği uning qo'li bilan asrlar muqaddam aytilgan maqamga nihoyat qadilatdi. Düşmanning yurkiga uriladigan adoqqa zarba Asanga nisb bo'ladi. Aldığa kim chiqqan bo'lsa, bir tiniqni yer tishlatdi. O'limga pisand qilmay, bayroqni ching quchoqladi. Ko'zini midirlatmay, yaratquchi ato qilgan eng muborak maqomga yuzini qaratdi. Badaniga qadlayotgan o'qlarga parvo qilmasdan sepilga yamashdi. İman to'lgan ko'ksi necha qatimlab o'qiydi. Ammo oxirgi tiniqidan avval Türk to'g'ini abadil abad u yerda dafilditish uchun sepilga qadidi. Bu qatim suyunish va kamtarlik ichida Osmanlıning olib o'g'lonlari yana bir qatim narra tortdi. Konstantiniya yengilgan edi. Ya Rabbi, bu şundaq muqaddas bir dava idiki, uni tamamlash uchun 7 qo'shin va 8 asr kerak bo'ladi. Ammo u kun kelgan edi. Tarixning bitini o'zgartgan, bir imperatorlikning tavalludidan xush bishorat bergan, Yevropaga Osmanlı qo'rqinchini salgan, adabiyot san'atning qayta gullanishini, islohotchilikni tizlatgan, İslam dünyasıga yeni ufuklar açkan bu gün kelgan edi. Xush bishorat berilgan qo'mondan Sultan Muhammad Xon edi ve namini tarixga uyib bitdi Fatih. Hükümranlık yürgüzgüçi Osman devleti edi ve 7 iqlimga hakim bo'ladi. İstanbul abadil abad Türklerning makoni bo'lib qoladi. Fatih Sultan Muhammed Romanus darvosidan shaharga kirdi. Oq tulpar ustida salmoqliq va mag'rur o'tiradi. Texi 21 yoshida Konstantiniyani bo'ysundirib İstanbul qilgan edi. Ammo u shu qadar pishib yetilgandiki, haqiqiy bo'ysundirishning qalblarni bo'ysundirish ekanligini bilgan edi. Haqiqiy hunar bir shahar bino qilmoqdir. U shahar aholisining qalbini gullantirmoqdir, dedi. Haq va madaniyat shahrini qurishga otlandi. Fatih Sultan Muhammad oldi bilan adolatni barpo qildi. Uzundan buyon İstanbulga chaqlashib olgan qarong'u va chiliklikni og'dirdi. Haqqoniyat va marhamatni barpo qilish uchun kelgan edi. Qo'rqinch va ümidsizlik ichida o'limni saqlayotgan Vizantiyaliklarning oldiga keldi va ularga xitob qildi. Buningdan keyin jeninglarmi, melinglarmi islom ordusiga omonatdir. Uylarga tevib va qozilarni avatish orqali yaradorlarga va qiyinchilik borlarga yordam qildi. Fatih ata-bobolardan tartib Türklerni alvasti deb qaraydiganlarning qalbini bo'ysundirgan edi. Chunki Hazrati Muhammad alayhissalom xush bishorat bergan zafar, g'azab va intiqomning g'albisi emas, haq va madaniyatning g'albisi edi. Uning rahim shafqati va qobiliyatining rivoyatlari butun dunyoga tarqalish bilan birga islomning izzatimi İstanbulning hamma yerini nurga to'ldirmoqda edi. Azizona shahrining osmonida haybatlik minorlar qad ko'tarishga, husniga husn qo'shgan muqaddas masjidlar bo'y tortishga boshlagan edi. İslam madaniyatining yangi qalbini bilim va irfon bilan zinnatlaydigan masjidlar, madrasalar
maktablar selinayotdi. İstanbul faqat Osmanlı dövletining emas, huzur va tinchlikning poytaxti bo'lmoqda edi. Fatih Sultan Muhammad bo'lsa, 7 jahonga quyoshga o'xshash nur chachatdi. Salam sana ey mübarek şəhərinin və qalblərinin ölməz fatihi. Allah yolida şəhid bolğanlarning hammasının ruhları şad bolğay. Əbədil əbəd tu bayrağımız lapildisin deb kitkilenmey köksünü düşman oqığa tanlaydigan bu milletke hamdiler bolsun. Ve Allah bilen qasamki Türk milleti mevcutlu boladigan İstanbul Türk vatani bolup qaladı. İstanbul fəth qılınğanlığının 568 yıllığı qutluk bolsun. أشهد أن محمدًا